Assalomu alaykum do'stlar. Agar siz Shvetsiya davlatiga o'qish uchun yoki ishlash uchun kelmoqchi bo'lsangiz, bu video siz uchun. Mening ismim Benazir va men Shvetsiya davlatida yashayman. Bugun sizlarga bu yerga qanday qilib kelish haqida video tayyorladim. Demak, boshlaymiz. Birinchisi bu o'qish uchun viza, ya'ni talaba vizasi, ishchi vizasi, oilaviy birlashish vizasi, turistik viza. Endi esa hujjatlarni topshirish jarayonini men sizlarga batafsil aytib beraman. Bizga buning uchun kerak bo'ladi pasport, taklif xati, ya'ni universitetdan yoki ish beruvchidan siz uchun yo'llangan xat, bank hisoboti hamda sug'urta. Endi esa kelgandan so'ng nimalar qilish kerak? Person nomer, ya'ni shaxsiy raqam ochish, bank hisoboti ochish, sog'liqni saqlash tizimiga yozilish hamda sim karta va transport kartasi olish. Sizlarga yakuniy maslahatlarimni beraman. Hamma hujjatlaringizni tayyor holatda saqlang. Ariza topshirishda diqqat bo'lmang. Har doim rasmiy saytlarda tekshirib oling. Sabrli bo'ling. Ayrim jarayonlar uzoq vaqt davom etadi. Shvetsiyaga kelish oson emas, lekin harakat qilgan odam uchun yo'l doim topiladi. Sog' va salomat bo'ling. Assalomu alaykum do'stlar. Agar siz Shvetsiya davlatiga o'qish uchun yoki ishlash uchun kelmoqchi bo'lsangiz, bu video siz uchun. Mening ismim Benazir va men Shvetsiya davlatida yashayman. Bugun sizlarga bu yerga qanday qilib kelish haqida video tayyorladim. Demak, boshlaymiz. Birinchisi bu o'qish uchun viza, ya'ni talaba vizasi, ishchi vizasi, oilaviy birlashish vizasi, turistik viza. Endi esa hujjatlarni topshirish jarayonini men sizlarga batafsil aytib beraman. Bizga buning uchun kerak bo'ladi pasport, taklif xati, ya'ni universitetdan yoki ish beruvchidan siz uchun yo'llangan xat, bank hisoboti hamda sug'urta. Endi esa kelgandan so'ng nimalar qilish kerak? Person nomer, ya'ni shaxsiy raqam ochish, bank hisoboti ochish, sog'liqni saqlash tizimiga yozilish hamda sim karta va transport kartasi olish. Sizlarga yakuniy maslahatlarimni beraman. Hamma hujjatlaringizni tayyor holatda saqlang. Ariza topshirishda diqqat bo'lmang. Har doim rasmiy saytlarda tekshirib oling. Sabrli bo'ling. Ayrim jarayonlar uzoq vaqt davom etadi.